Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, vatandoshlar. Andijon moshina bozoridan bugun 4-aprel sanasiga Spark'lar obzorlarini boshladik. Orqadan qiziqqanlar bo'ladigan bo'lsa, nechinchi yil dedik aka buni? 2012-yil. Yurganichi? Yurgan 297 ming. 297 ming yurgan deb aytilyapti. Kraskasi toza ekan qadrli vatandoshlar. Ikkinchi pozitsiya deb aytilyapti. Balon holatlarini ko'rsatib o'tamiz. Yangi kalpaklar taqilgan tonirovkalarimiz bor ekan akalar. Ichki holatlari sog'lom holatlar, yaxshi holatda. Torpedkalarga ham chexollar taqilgan ekan. Oshga yon qismlari ham chiroyli holatda turibdi ekan akalar. 2012-yil. Kraskasi tozaga qiziqqanlar bo'ladigan bo'lsa, gazlarimiz bor aka. Gazlarimiz bor ekan akalar. Zapaskalarimiz ham joyida turibdi qadrli vatandoshlar. Tozasiga qiziqqanlar bo'ladigan bo'lsa, Spark akalar chiroyli holatda turibdi ekan. Ikkinchi pozitsiya. Hech pul narx aytyapmiz aka bunga. 5,5 ming, 5,5 ming narx aytilyapti ekan. Motorlar yaxshimi aka? Motor hadovoy, korobka hamma yo'q zo'r deb aytadi. Kami bormi 5,5 ming aka buni? Beramiz, Bank variantlar chiqadimi? Barter bor, varianti bor. Barter variantlari ham bor ekan qadrli vatandoshlar. Telefon raqamini aytib beramiz? 93lik 699 2555 raqamlarga aloqaga chiqib baraka qilsanglar bo'laveradi. Aka sog'ligingizni bersin. Sog' bo'ling. Andijon moshina bozoridan qadrli vatandoshlar, Spark'lar obzorlarini boshlaganmiz. Kimga qanaqa moshinalar qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariyaga yozib, like bosib bittadan podpishka qilasizlar. Albatta, like bosishlardan mehnat qilish bizdan bo'ladi qadrli vatandoshlar. Bugun juma kuniga juma. Moshinalarimiz ko'p. Qadrli vatandoshlar, navbatdagisi oq rangga qiziqqanlar bo'ladigan bo'lsa, 2011-yilda ishlab chiqarilgan, yurgani 305 ming kilometr. Ikkinchi pozitsiya deb aytilyapti. Kraskasi 20-25% bor ekan qadrli vatandoshlar. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, motorlari yaxshi holatda deb aytildi. Motor holatlarini ko'rsatib o'tamiz. Balonlari yaxshi holatda, tonirovkalari ham bor ekan qadrli vatandoshlar. Salon holatlari yaxshi holatda. Oshga yon qismlari. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, akalar telefon raqamlar qo'yib qo'yapmiz. Aloqaga chiqib baraka qilsanglar bo'laveradi. Orqadan ko'rinishini ko'rsatib o'tamiz. Aka bu 4300 deyapmizmi? Kami bor ekan 4300 dan akalar. Telefon raqamini aytib qo'ying aka. 97lik 990 33 37 raqamga aloqaga chiqib baraka qilsanglar bo'laveradi qadrli vatandoshlar. Aziz vatandoshlar, navbatdagisi oq rangga qiziqqanlar faqat oqidan bo'lib ketyapti. Yili nechi ekan qora aka buni? 14-yil, yurganichi? 233 ming yurgan deb aytilyapti qadrli vatandoshlar. Motor holatlarini ko'rsatib o'tamiz. Motor holatlari ham yaxshi holatda turibdi. Kraskalar qanaqa aka? Toza kraskasi deb aytilyapti qadrli vatandoshlar. Tozaga qiziqqanlar bo'ladigan bo'lsa, hop chexol polik qilingan, patologlar yaxshi holatda, shu yon qismlari ham chiroyli holatda turibdi ekan. Orqadan ko'rinishlari, gazlari bor ekan akalar. Gazlari turibdi akalar. Zapaskalari ham joyida turibdi ekan. Kraskasi toza deb aytildi, balon holatlari ham chiroyli holatda. Buni hozirga necha pul deyapmiz buni? 6000 kami. 6000 kami bor. Bank variantga gaplashsa bo'ladimi? Bank bo'lmaydi, variantga gaplashsa. Dokumentlari joyida. Telefon raqamini aytib berasizmi? 99 611 63 10 raqamlari aloqaga chiqib baraka qilsanglar bo'laveradi. Buni ham olib qo'yaymi, aka? Buni kelishib qo'ydik. Qadrli vatandoshlar, navbatdagi tanlov rangdagi yili nechi ekan aka buni? 2012-yil. Bitta kapot ko'rsatib beraylik. Toshkent motori 2012-yil. Toshkent motor qilinganmi? Yo'q, O'z zavodskoymi? Xo'p, motor holatlari katta motor ekan qadrli vatandoshlar. Motor asfalt qilmaydi, zo'r, yaxshi. Motor 600 dollarga qildirganman dekabrda aka. Bo'ldi akajon. Kraskalari qanaqa buni? Kraskasi tomdan pastga sepilgan mayda-chuyda. Tomdan pastga sepilgan deb aytadi. Yurgan. Propan gazlari ham bor ekan qadrli vatandoshlar. Yurgani qancha ekan? Yurganini to'g'ri bilamiz, tablo almashganmi? Tablo almashganmi, shunaqa deb aytilyapti. Ko'rsatib o'tamiz holatlarini. Konditsionerlar, balon holatlari yaxshi holatda, tonirovkalar qilingan akalar. Navolotlari ham bor ekan-a? Chiroyli qilib qo'yilgan ekan. Salon holatlari barlarigacha, patologlar ham
ko'chadan qilingan chexol poliklari bor ekan qadrli vatandoshlar. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa telefon raqamlar qo'yib qo'yamiz, egalariga aloqaga chiqib baraka qilsanglar bo'laveradi. Spark minaman degan aka-ukalarimizga opa-singillar, propan gazlari bor, kalonkalari joyida. Tomdan pasi, kraskasi bor deb aytilyapti. Nech pul narx aytyapsiz aka bunga? Aka 4300 ga beraveramiz. 4300 ga naqqa beraveramiz. Bank varianti hisob bo'ladimi? Bo'ladi aka. Bo'ladi. 2000 pulga ham variant chiqadi. 2000 pulinglar bo'lsa qadrli vatandoshlar variant chiqaveradi deb aytilyapti. Dokumentlar muammosi yo'q aka. Muammosi yo'q. Chiroyli holatda o'tadi hammasi. Telefon raqamini aytib olasizmi? 90lik 169 90lik 169 2199. 2199 raqamga aloqaga chiqib baraka qilsanglar bo'laveradi. Sodiq. Qadrli vatandoshlar, Andijon Moshina bozoridan Stanley rangda navaratlari bilan chiroyli qilingan Spark minaman deganlarga diskalari bilan qilgan ekan akamiz o'zi menga. Nechinchi yil ekan aka buni? 2013. 2013-yil. Motorlari Motorlari zo'r, cho'tki noldan qilingan. Kaleskimi, tashkil motor? Tashkil motor. Tashkil motor ekan akalar. Kraskalar qanaqa aka? Kraskasi 20% bor. 20% kraskasi bor. Yurganichi? Kapotda bor. Yurgani 364 ming radnoy o'ziniki. 364 ming radnoy o'ziniki deb aytilyapti. Diskaga diskalar qo'yilgan, balon holatlari chiroyli holatda turibdi, shoqlari ham bor ekan. Panorama bo'lgan ekan tomlari akalar. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, navrotlari bilan konditsionerlari ham ishlaydi deb aytilyapti. Salon holatlari, chiroyli holatda bitta polik tashlasa bo'ldi degan akalar. Navrot, pavotlarigacha bor ekan akalar. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, tiniq holatda Sparklar. Gazi ham bor-a? Gazlarimiz ham bor ekan, qadrli vatandoshlar. Chiroyli holatda turibdi akalar. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, navrotli chiroyli mashina. Aloqaga chiqib telefon raqamlarini qo'yib qo'yamiz. Nech pul narx aytyapsiz aka bunga? 5 kami bor. 5000 kami bor. Bank variant qilsa bo'ladimi? Bank barter qila olamiz. Bank variant ham bo'laveradi ekan akalar. Bo'ldi. 2000 puli bo'lsa gaplashilaveradi. Bo'ldi. 2000 pulinglar bo'ladigan bo'lsa telefon orqali aloqaga chiqib kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqib baraka qilsanglar bo'ladi. Telefon raqamini aytib berasiz? 95lik 001 0804 0804 raqamga aloqaga chiqib baraka qilsanglar bo'ladi. Sog'. JCB. JCB rangdagi navbatdagisi qadrli vatandoshlar, kimga qiziq bo'ladigan. Yili nechi dedi aka? Yilini nechi dedi? 13-yil deb aytilyapti. Kraskalarichi? Kraskasi 20%. 20% bor ekan. Yurgani qanaqa aka buni? Yurgani 250 miki ashtaqa. 250. O'zi hozir 100 qancha ko'rsatyapti almashgani bilan? Aha. 250 yurgan deb aytsak ham bo'laveradi ekan. Balon holatlari yaxshi holatda ekan qadrli vatandoshlar. Tonirovkalari bor, shoqlari ham turibdi. Salon holatlari yaxshi holatda ekan. Chexollar qilingan akalar, patoloq holatlar. Toshkent motor ekan. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, jinsiy svetda orqadan ko'rinishlar akalar. Gazlarimiz ham bor-a? Bor ekan gazlar ham. Orqadan ko'rinish akalar yaxshi holatda turibdi. Metan gazlarimiz bor. Nech pul deyapsiz aka bu? Bu ham 5 ming. Bu ham 5000. Kami bormi? Ha, kamini Kelishib beramiz. Bank variant chiqaveradi-da bu ham. Bo'ldi akalar. Bank variant qilsanglar ham bo'laveradi. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa akalar. Hozirgi raqamga chiqaversin aloqaga. 95lik 001 0804. Shu raqamlarga aloqaga chiqib baraka qilaverasizlar aka. Bormi yana aka? Mashina yana bor. Ha, so'rayman. Aziz vatandoshlar, navbatdagi sovuqlarga qiziqqanlar bo'ladigan bo'lsa, 2012-yil deb aytdik. 30% chirasi. Motor Koreyskiy. Koreyskiy motor ekan, motor holatlari. Mashinamizda rasxod yo'q. Kam chiqqan rasxodlari yo'q deb aytadi. Kraskasi 30% dedingizmi aka? 30% ekan kraskasi akalar. Kimga qiziq bo'ladi? Kalpaylar, balonlar yaxshi holatda, tonirovkalari bor ekan. Ichki holatlari ham go'zal holatda turibdi ekan aka. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, telefon raqamlariga chiqib aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Shu yon qismlari, orqadan ko'rinishlari. Gazlari bor-a buni ham? Bo'ldi. Qora kepirim. Ayanochilar shekilli. 2012-yil akalar. Konditsionerlar ishlaydi dedingiz aka buni. Buni nech pul deyapsiz? 4,5 mingdan o'tib beramiz, ozgina. 4,5 mingdan o'tib beramiz. Bank variantiga gaplashsa bo'ladimi? Yo'q, yo'q. Naqqa? 4,5 mingdan o'tib beramiz deb aytyapti akalar. Kimga qiziq bo'ladigan. Telefon raqamini aytib berasiz? 91lik 161 161 00 00 67. 67 raqamlarga aloqaga chiqib baraka qilsanglar bo'laveradi. Sodingiz bersin aka. 14 ham bor aka. Bormi yana? Bo'ldi.
Ko'ring, yana bitta Yana 11 bitta oqi bor ekan akalar. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa 2014-yil deb aytilyapti. Yurgani qanaqa aka buni? Yurgani 300 ming. 300 ming yurgan ekan. Kraskalari-chi? Gratsiyalar ozgina uni kirilllar bilan anaqa kapotda bor. Kirilllar bilan petnolari bor. petnovchalari bor ekan akalar. Qolgan joyi toza aka. Toza xudo xohlasa. Kapot ochib qo'yinglar bitta. Kapot ochib qo'ying. Motor holatlarini ko'rsatib o'tamiz akalar. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa 2014-yil deb aytildi. 300 ming yurgan ekan. Bitta Tashkent motor. Ikkita joyda petnosi bor deb aytildi. Qolgan joyi toza ekan akalar. Motor asfalt qilmaydi, qora aka. Motorlari bor. Balon holatlari yaxshi holatda. Ichki ko'rinishlarini ko'rsatib o'tamiz. Salon holatlari chiroyli holatda turibdi. Patoloy tom qismlari ham yaxshi holatda ekan. Kelinglar endi. 2011-yil. 30% ajabinglar. Kraskasi 30% ikkinchi fayzi deb aytilyapti. Yili nechi buni? 11-yillarga. 11-yil. Motor holatlari yaxshi holatda turibdi. 300 ming yurgan aka. 300 ming yurgan ekan qadrli vatandoshlar. Kalpaklar qilingan, balon holatlari yaxshi holatda. Tonirovka shoklari ham bor ekan akalar. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, ichki salonlari egalariga aloqaga chiqib ko'rasizlar. Bittadan like bosib akalar mehnatimizga bir poddeska qilib obuna bo'lib qo'yinglar. Yangi ko'rayotganlar bo'ladigan bo'lsa, har xil mashinalar Andijon mashina bozoridan bo'ladi. Kommentariy yozib qo'yinglar, kimga qanaqa mashina qiziq bo'ladigan bo'lsa, orqadan ko'rinishlari yaxshi holatda. Balon holatlari ham 300 ming yurgan deb aytildi. 2011-yil dedi aka buni. 11. Nech pul narx aytamiz aka bunga? 4300 ozginagina o'tib beramiz, baraka. 4300 dan o'tib beramiz. Bank varianti qisqa qolsa bo'ladimi? Variantini kelishamiz aka. Variantini kelishamiz ekan qadrli vatandoshlar. Sparklar akalar har xildan bo'lyapti. Telefon raqami nechi qo'yaylik aka bunga? 99 lik. 99lik 266 266 66 64 raqamlari aloqaga chiqib baraka qilaverasizlar qadrli vatandoshlar.